Assalomu alaykum. Oltiariq chorva kanalining obunachilari, uzoq yaqindan kuzatib borgan ko'k opa singillar, sizlarga barbosh, simental, bulbuqani ko'rsatmoqchimiz obunachilar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa manfaatli, zo'r video bo'ladi degan umiddamiz. Bunaqasi hech qachon chiqmagan. Mana shu 1 yil atrofida obunachilar bunaqasi yagona hozir chempion bo'lib turibdi. Kimda shunaqasi bo'lsa, video qilib chiqarsin. Shu Oltiariq chorva deb. Bunaqasi yagona obunachilar. Bitta Oltiariqda bitta bo'lib turibdi. Kimda bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Sotiydigan bo'lsalar ham, oladigan bo'lsalar ham aloqaga chiqaverasizlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa dehqondan video olinyapti. Oq oyoq bombasidan qiyin deganlarga, oq oyoqda haqiqiy oyog'idan kelib qoldi obunachilar. Haligi ishqibozchilikka dehqon olib boqqan, enasini tagida xohlagancha sut emib yurgan. Uni qaranglar arka tomonni. Katta buqalarni ham arkasi bunchalik emas, janob. Sutga to'y bichgandan keyin men ishqiboziman, bitta olaman, zoridan olib boqaman deganlar tavsiya beriladi. Raza tobiga kelgan, raza o'sish tobiga kelgan. Hozir bu sut emayaptimi yo sutdan chiqqanmi? Sutdan chiqqan. Sutdan chiqqani? Umuman sut emgan yo'q. Yo'q. Obunachilar umuman sut emgan yo'q ekan, janob. Uni qaranglar. Mana asfalt tomonga haydingchi. Juda ham beg'am ekan, janob. O'ta ham beg'am. Qaranglar, janob. Buni yeyishiga, ichishiga, turolariga Javob. hamma yo'g'iga javob. Javob. Janob. Bo'ylarni chiqa 120 ga bormaydi? Shunaqa bo'lsa kerak, uni bormasa kerak. Biz 110 plusga berilaveradi obunachilar. 110 plusda. Necha oylik bu? 4 oy, 5 oy bo'ldi-da. 5 oylikka borib qolgan. Haqiqiy 100 avstriyskiy bolasi. Onasi ham o'zida turibdi? Onasi ham chetda. Onasi ham chetda turibdi. Janob, uni qaranglar. Yustimasi, mashalloh deb kommentariya yozaverasizlar. Obunachilar shunchalik qilish ham o'ta ham qiyin narsa. Buni boqqanlar o'zi biladi. Shunchalik pachka qilish uchun ham bu sut o'zi bilan bo'lmasa kerak, bu vitaminlar bilan boqilgan bo'lsa kerak. Bu telefon qilib obunachilar nima bilan boqilgan, qanaqa qilib boqilgan, hamma ma'lumotlarni olaverasizlar. Keyin bu buqani oldi arqa yog'ini qaranglar, janob, tikkati haqiqiy bulbuqa. Janob, shalpan quloqlarni qaranglar. Ana yo'qlari ham. Endi xudo buni narxini yo'lida qilib berasiz. Xudo yo'lida zo'r narxlarda qilib berishadi. Ammo haqiqatan ham bunaqa arqa anchadan beri ko'rmaganini bor, uni qaranglar. Nima sog'orib deya janob. Mana. Yusemasin. Endi buni oyligini aytdik, 5 oylik-a. 5 oylikka to'lgan. 5 oylik borib qoldi, tinchda qolish kerak. Rasaga borgan ekan, ammo oyoqlari ham rasakata tug'ilgan ekan yoshlikda. Qaranglar oyoqlarini, istagan tuyoq. Endi buni narxini qarang, yopishtirib, zo'r qilib ayting. Birinchi telefon qilgan odam olib ketsin. Ayting. Narxi endi o'zi bebaho-yu. bo'lishi. Ha? Endi kamini qilib berasiz-da. Bo'lish 30 million-da. 30 million umuman kami yo'qmi? Kamini qilib berarsiz. Gaplashamiz. Telefonga gaplashasizlar. Telefon nomer 90lik 90lik 583 583 0847. 0847 aloqaga chiqaverasizlar obunachilar. Zo'ridan olaman, bir dona chiqsa zo'rini olib boqaman deganlar tavsiya beriladi. Bunaqasi hadib ham chiqavermaydi. Hamma kanallarda ham chiqavermaydi. Faqat Oltiariq chorvada chiqadi. Shuning uchun bittadan laklarni bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Otangga rahmat, shunchaliklardan chiqaryapsan deganlarga bittadan laklar bosib tashaverasizlar. Arzimagan mehnatingizga. Buni hali qonni osilib, haligi xuniga chiqib ketgan buzoq emas. O'zlaring ham ko'rib turibsizlar. Bu hamma yo'g'i garantiya, juda yuvosh ekan, ammo o'ta ham yuvosh ekan, uni qaranglar. Janob, yelkalarni qaranglar. Yelkalari ham kiyib o'rgan ekan.
30 million ekan bu. Manzil Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Hamza shaharchasida. Kelib ko'rib, ustida savdolashib olaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizning uzoqlashmasdan kuzatishga davom etinglar.